Vatan himoyasi har bir yurak urushidagi haqiqiy qahramonlikdir. Xizmat qilish tarixga qadam qo'yish demakdir. Harbiylik vatanni sevishning eng oliy shakli. U qalbdan berilgan qasamyod. Vatan degan so'z endi kitobdan emas, yuragingdan joy oladi. Va sen o'sha kundan boshlab nafaqat o'zing, balki eling uchun yashay boshlaysan. Vatanparvarlik bu yurakda yashaydigan sof e'tiqoddir. Yurtini sevgan inson har bir nafasda uni himoya qiladi. Harbiylik yuragida jasorat yonganlar yo'li.